Men ko'nglimdan chiqaraman mana shu yigitga, mana shu qo'shig'iga aka $2000 tikaman. Hamma shu videoni ko'rib turganlar bittadan like bosib olinglar. Qirg'izistondan bordim Toshkentga. Hurmat yuzasidan 10 soatdan ziyod yo'l. Alam qiladi, insonga alam qilgan joyi. Aytgan vaqtida bordim, biror marta uchrashib qo'ymadi. Bir kun o'sha Toshkentda yotdim. 3 kunning ichida ham uchrashganim yo'q. Qaytdim orqamga. Lekin Allohimga shukr, birovga zor qilmasin. O'zimni pulimga klipimni oldim. Onam kasal deb yozgansiz aka. Allohim shifo bersin. Ona hech qachon kasal bo'lmasinlar, onalarimiz. Lekin siz stream qilib o'tirgandingizda, kajil o'ynab. Shunga men akam meni ketishim uchun atay onam kasal deb aytdimi deb xafa bo'lgan joylarim ham bo'ldi. Chunki juda uzoqdan kelganman Qirg'izistondan. Mayli. Endi shunaqa bo'lish kerak ekan bo'ldi. Men lekin klipimni tortib keldim, Allohimga shukr.